Voqea joyidan dahshatli tasvirlar kelmoqda. Politsiyaning ma'lumotlariga ko'ra, aeroport hududida virusga yo'liqqanlar aniqlangan. Ko'rilgan chora-tadbirlarga qaramay 2 oy o'tgan bo'lsa-da, epidemiyani to'xtatib bo'lmayapti. Mamlakat bo'ylab yangi bemorlar aniqlanmoqda. Alomatlar bir necha kun, hatto daqiqalar ichida namoyon bo'lib, odamlar quturgan hayvonga aylanmoqda va ular juda xavfli. Bugun Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti bu holatni rasman pandemiya deb e'lon qildi. Hammamiz o'lib ketamiz. Bu bemorlar, ularning o'z huquqlari bor. Qanday qilib hayvon deyapsiz? Men gapni aytaman, bu soxta xabar. Aeroport to'siqlari buzildi. Hukumat barchadan uyda qolishni so'ramoqda. Tashqariga chiqmang, bu haqiqat. Bu hozirning o'zida yuz bermoqda. Ularni otib tashlash kerak. Birin-ketin. Ko'z oldimizda politsiya voqea joyidan qochyapti. Milliy gvardiya askarlari chekinishyapti. Komendantlik soati kuchga kirdi. Qochishga urinmang. O'zingizga xavfsiz joy toping. Nishonga tegdi. Bopladim. Voy, soching to'kilib tushdi. Soch o'stiradigan sovunga nima deysan? Oyi, Hukumat vaziyatni nazorat qila olishiga hech kim ishonmayapti. Do'konlar yopiq, davlat xizmatlari ishlamayapti. Shaharni vahima bosgan. Jamiyatda siz esa qonunga xilof ish ko'ryapsiz. Ularni otib tashlay olmaymiz. Ular ham odam. Siz haq-huquqlar haqida ma'ruza qilayotganingizda biz aholini himoya qilyapmiz. oyi, U odamlarda odamiylik qolmagan, bilib qo'ying. Unday emas. Buni yaxshi bilasiz. Mamlakat halok bo'lyapti. oyi. Siz esa safsatda sotib o'tiribsiz. Tegdi. Sensiz ketolmayman. Sen kuchlisan, qo'lingdan keladi. Yolg'iz eplolmayman. Bolalar bilan gaplashay. Bolalar, bu yoqqa keling. Dadangiz gaplashmoqchi. Salom, qovoqcha. Qachon qaytasiz, dada? Bilmadim, qovoqcham. Oyingizga yordam bering. Bugun Keri xolangiznikiga borishingiz kerak. Keri xolanikiga borish menga yoqmaydi. Bilaman. Bu yerdan chiqishim bilanoq yetib boraman, xo'pmi? Xo'p. Xavotir olmang. Qara, omadli bilaguzugim bor. Uning sehrini sezib turibman. Va'da beraman. Hammasi yaxshi bo'ladi. Xo'pmi? Oyi. Sumkangni ber. Ushla, tezroq. Tez. Tezroq. Yonimdan ketmang. Ebi. Yo'q. Ebi. Ebi. Yo'q.
Yaxshi. Hammasi yaxshi. Xavfsizlikdasan. Chiqa qol. Shunday. Hammasi yaxshi. Hammasi joyida. Qo'rqma, xo'pmi? Yaxshi. Ko'zingni yum. Quloqingni yop. Yaxshi. Bo'ldi. Yur, ketamiz. Sukunatdagi xavf. o'n yildan so'ng. Mary is floating on the surface of the water, off the shore in the salt water winter. Take a stroke further out in the harbor. Take a breath and he turns diver down, down, diver, down, diver. Keep swimming down, diver. Get it all out and go wash it all away. Down, diver, down, diver. Keep swimming down, diver. Get it all out and go wash it all away. Can you wash it away? Can you wash it away? Help me wash it away. Asilmedia.net eng so'nggi tarjima filmlar makoni. Nima qilishni bilasan? Nishonga ol. Diqqatni jamla. Nafas ol. Barmoq uchi bilan Eslab qoling, qariya. qoyil. Biz bu yerda bo'lganmiz. Abigail. Ketdik.
ovqat tayyor. Bo'ldingmi? Bitta. Faqat bitta. Tropik iqlimda o'sadigan 39 ta urug'imiz bor. Qolganini Garden City'dan olamiz. Bir joyini bilaman. Dehqon bo'lishimizni tasavvur qila olmayapman. Bu yerlarni sog'inamiz. Ha, sog'inamas. Boshqalarni emas. Aytib qo'y. Kunimni plyajda apelsin sharbatini ichib o'tkazaman. Tezroq ummonni ko'rgim kelyapti. 2 hafta. Keyin orzular ro'yxatdan o'chirasan. Razvedkachimi? Ha. Demak, to'dasi shu atrofda. Kamida 30 ta bo'ladi. Narsalarni yig' Ketamiz. Voy, uyg'on. Bo'ldi. Ketdik. Bu nimasi? Lekin shimolga borishimiz mumkin edi. Charxpalakka chiqib olardik. Yo'q, juda katta aylana. Mayli. Balki uchib borarmiz. Uchishni yomon ko'raman. Menga qara. Reja bo'yicha ishlaymiz, xo'pmi? Bu razvedkachi emas. Yolg'iz o'zi bo'lsa-chi. Bu yerda boshqa hech kim yo'q. Sekin, tinchlan.
Qurollari 30 bitta 9 millimetrli va 40 ta NATO-niki. Nishonga ololmayapman. shoshma. Kut. Yo'q. Jin ursin, shoshma dedim-ku. O'sha to'dadan yaqinmiz shekilli. Abigail, mashinani tekshir. Abigail, bo'la qol. Hozir. Mana. Kechir og'ayni. O'qni tejashimiz kerak. Etiging yaxshi ekan. Olsam maylimi? Trevor, qayerdasan? Javob ber. Kerakli narsalarni oldi, ketdik. Tezroq yursak, tog'ga yetib olamiz. Shunda to'da bizni ko'rmaydi. Lekin ularni ko'rishadi. Bizni ishimiz emas. Ularni ogohlantirish kerak. Qayerdasan, og'ayni? Javob berma. O'ylab ko'r. Birinchi navbatda nimani so'rashadi? Boshqalar ham bormi deb so'rashadi. Abigail, to'xta. Abigail. Hoy! Bu yerda nima bo'ldi? Do'stingizga hujum qilishdi. Qurollarni tashlang, qo'lingizni ko'taring. Qurolni tashlab, qo'lingni ko'tar dedim. Mayli og'ayni, tinchlan faqat. Tekshir. Hammasi joyida, dushman emasmiz. Ovozingni o'chir. Negadir ko'nglim g'ash. U bola-ku. Kattasi menga yoqmayapti. O'liklarni talaganlarni jinim suymaydi. Sizni ham hamma ablahlar kabi jazolaymiz. Boringizni tortib olib, oyog'ingizni sindiramiz-da shu yerda tashlab ketamiz. Noto'g'ri tushundingiz. Hammasini tushundik, itvachcha. Hoy, bo'ldi. Qurolni tushir. Tashla. Bunday qilma. Tashla dedim. Tinchlan. Qurolni tashla. Tinchlan. Qurollarni tushiring. Sizga yomonligimiz yo'q. Megan, mashinaga o'tir. Sizni ogohlantirmoqchi bo'ldik. Nimadan? Yovvoylardan ketish kerak.
Mashinalarga tezroq! Jenursan! Ulan atı... O'q-dori. 16 ta 9 millimetrli, 37 ta NATO-niki. Jinursan, deyarli hammasini sarfladik. Bu ahvolda bu yerlardan nima qilib yuribsiz? Hamma narsamiz tugadi. Ko'chishga majbur bo'ldik. Lekin qayoqqa? Shimoli sharqqa, daryo bo'yidagi qayiqdagi shaharga. Qanchalik bo'ldi? 35 haftalik. Bu nima degani? Demak, vaqti oz qolgan. Sizchi qayerga ketyapsiz? Aniq shimol sharqqa emas. Nega endi? U yerlarda bo'lganmiz. Hamma joyda shunday. Nima shunday? Jahannam. Jinursan. Kapotni och. Balki tuzatarman. Radiator tamom bo'lgan. Ehtiyot qismlari yo'q. Mexanikmisan? Ha? Darvoqe, Davidman. Abigail. Bu Mujg'ov esa Kassi. Bu Megan. Salom. Xo'sh, nima qilamiz? Narsalarni oling, ketamiz. Qo'y uni, arzimaydi. Koloniya bilan bog'lanish kerak. Yo'ldaligimizni bilishsin.
quyoshli shahar. Hech kim yo'q o'xshaydi. Yaxshi, 5 daqiqa. Tunash uchun joy topish kerak. Xavfsizroq bino. U dam olish kerak. Bu eski maktab. Ana u Jacksonning uyi. O'sha yerda tunaymiz. Shu yerga joylashamiz. Eng so'nggi tarjima filmlar faqatgina aslmedia.net saytida. Rostdan yemaysanmi? Rahmat, lekin biz faqat ovlaganimizni yeymiz. Infeksiya tufayli. Yordamingiz uchun juda minnatdormiz. Siz bo'lmaganingizda nima bo'lardi bilmayman. Men bilaman. Avval qayerda yashagansiz? Qanaqa joylar edi? Oddiy ferma edi. Hammasidan uzoqda. Bir paytlar 40 ta edik. Keyin bir o'roqchi keldi. Koloniya haqida nimalarni bilasiz? Ratsiya orqali gaplashdik. Ularda suv, oziq-ovqat yetarli, hatto shifokori ham bor ekan. Ular eski kemada yashashar ekan. 100 dan ortiq kishi suvda yashar ekan. Uzoqdami? Taxminan bir haftalik yo'l. Bu xavfli. Lekin ovoz berganda ko'pchilik borishga qaror qildi. U yerda qola olmasdik.
Yovvoyilar ko'pchilikni o'ldirishdi. So'nggi hujumdan keyin ularni to'xtatish uchun bug'doyzorni yoqib yuborishga to'g'ri keldi. Deyarli hech narsa qolmadi. O'sha koloniya yagona xavfsiz joy. Sizchi? Qanday qilib omon qoldingiz? Biz to'xtamadik. Menga Kasi hammasini o'rgatgan. O'qilish, omon qolish va eng muhimini yolg'iz qolgan ma'qul. Faqat o'zimga ishonishim mumkin. Nahotki umringizning oxirigacha shunday tentirab yurmoqchisiz? Yo'q, g'arbiy sohilga ketyapmiz. U yerdan esa orollarga. Xo'sh. Demak, do'stlaring shu yerda o'ldirilgan. Biz esa bu yerdamiz. 50-yo'lni tavsiya qilmayman. Agar shimol kerak bo'lsa, bu yerdan chiqib ketsa bo'ladi. 55-yo'l daryoga olib boradi. Birga bormaysizmi? Birga boramiz deb o'ylagandim. Yo'q. Bu yaxshi fikr emas. Nega endi? Chunki bu hududda faqat biz tirik qoldik. To'da do'stlaringizni yeb bo'lgach, bizni eslab qolishadi, balki kelishayotgandir. Bu paytda uzoqroqda bo'lishni xohlayman. Tushundingmi? Lekin biz uzoqqa ketdik. Uzoqqami? Bunday deb bo'lmaydi. Shuning uchun yolg'izmiz. Hamma gap shunda. Sizga ham shuni taklif qilaman. Kechirasiz, shunchaki O'q-dorilarni to'ldirish kerak. Bunga oylar kerak bo'ladi. balki koloniyani ko'rarmiz. Ko'rib bo'ldik. Bunisi boshqacha deb o'ylaysanmi? Odamlar bo'lgani yaxshi-ku. Balki ular boshqachadir. Odamlar hamma joyda bir xil. Farqi yo'q. Shimoldami, janubdami, yo allaqanday qayiqdami. Ularni tashlab keta olmaymiz. Bir-birimizga yordam berishimiz kerak degandingiz. Savob degansiz. Mana qara. Atrofimiz fidoyilar jasadiga to'lib ketgan. O'zingiz bilasiz. Ularga qurol bilan o'q beraman. Tinch uxlash Tinch uchun. uxlash? Bugun qilgan ishingdan keyin tinch uxlaysanmi? O'sha yerda o'lib ketay deganimizni tushunyapsanmi? Axir o'lmadik-ku. Seni deb emas. Jinnursan. Osmondan yerga tush. Yana boshimizni baloga qo'yasan. O'ylab ko'r. Harakat qilishdan oldin o'ylab ko'r. Darsingiz uchun rahmat. Juda foydali bo'ldi. Qo'rovullab turaman.
Qora soqol bir. Qora soqol bir. Men ota mehmonxonasiman, qabul. Qora soqol bir. Qora soqol bir. Men ota mehmonxonasiman, qabul. Uyqu yo'qmi? Ha, menda ham. Salqin. Yaxshi ishlarkansiz. Har bir harakat charxlangan. Yo, chindan. Qoyil. Omadimiz keldi. Shunchaki omad. Ammo gap shundaki, omad bir kun kelmay qolishi ham mumkin. Ilojim qolmasa nima qilarkanman? Yo'li bitta. Men jiddiy aytyapman. Hazillashmadim. Mana bu rejam. Hatto ismim ham yozilgan. Rostdanmi? Yo'q. Lekin baribir meniki. Bu esa mening bir rejam. Ha, chakki emas. Nima bo'ldi? Hech qisi yo'q. To'pig'im qayrilib ketdi. Uning azoblari yonida arzimas gap bu. Bunga o'zini ayblayapti. U koloniyaga borish kerak deb turib oldi. Hammani ishontirdi. Bugun omon qolganimizdan xursandman. Sizga yordam beramiz. Ketish vaqti keldi. Ketdik. Dam olish kerak. To'xtasak o'lamiz. Bu joyni esladim.
Dadam bilan ko'p kelardik. Yo'q. 2 chaqirim narida fuqarolik aeroporti bor. U bilan ko'p uchardik. Dadamning samolyoti bor. Shuncha yil turgan samolyot ucha oladi deb o'ylaysanmi? U yerda samolyotlar ko'p. Ehtiyot qismlar ko'p. Borib ko'rish kerak. Bunga vaqt yo'q. Piyoda ketish ham bo'lmaydi. Shaharda bir joyni bilaman. Talon-taroj qilinmagan bo'lsa, bir ilojini qilamiz. Eski mashinami, velosipedmi ko'ramiz. U yerga quyosh botguncha yeta olmaymiz. Aeroportgacha 1 soatlik yo'l. Yaxshi. Borib ko'ramiz. Borib ko'ramiz. Aeroportga bitta yo'l bor. Agar qurshab olishsa, tamom bo'lamiz. Shunda uchish nimaligini ko'rasiz. Bu seni fikring. Ovoz beramiz. Kim rozi? Demak, masala hal. Yura qol azizam. Ularni otib tashlashgan, yaqindagina. Ichkarini tekshir. 2 daqiqa. Ortiqchasini olma. Bizga ovqat kerak. Tongdan beri yuribmiz. Aeroportda ovqatlanamiz. Nega? Chunki yolg'iz emasmiz. Kechir. Zaharlanib qolmasak bo'ldi. Qani ko'raychi. Qahva ichib ko'rish kerak. Bingo. Bundan foyda yo'q, lekin Rahmat. Kechir. Bizni deb tortishib qolyapsizlar. Yo'q, sizni deb emas. Bolaga ism topdingizmi? Hozircha yo'q. Lekin ism topolmaymiz deb qo'rqmayman. Bolam yolg'iz o'sishidan qo'rqaman. Ertaga nima bo'lishini bilmay. Uning yonida kimdir bo'lishini, g'amxo'rlik qilishini istayman. Buning uchun jonimni berardim. ko'rdingmi? Hech nima yo'q. Omad kelmadi. Ortga qaytamizmi? Yo'q. Qaytmaymiz. Bu ahmoqona fikr. Yo'lni topish kerak. Menga qara ablah. Daf bo'l. Jonimga tegding. David. O'zingni bos. Nima qilyapsan o'zi? Hoy!
Dadamning angari ana u yerda edi. Uni qanday ochamiz? Agar tuzatsak, 2 soatda yetib boramiz. Aha. Xo'sh, qayerga qo'ndiramiz? Yetib borgandan keyin ko'ramiz. Haya. Har ehtimolga qarshi. Yaxshi. Atrofni tekshiramiz, xo'pmi? Eplaysizmi? Bell yaxshimi? Yoki Benedikt agar o'g'il bo'lsa. Birinchidan, bu aniq o'g'il. Ikkinchidan, Benedikt qandaydir qo'shiqchiga o'xshaydi-ya. Yo shunga o'xshash. Mayli, bo'pti. Unda Sandra yo Samuel. Jinursan, Tinchlan, David. Qo'lingdan qurib keladi. ketsin. Ko'raychi. Hech qisi yo'q, o'tiraver. Hech qisi yo'q. Qani ko'raychi. Xudoyim, boplab uribsan. Shu la'nat samolyotni tuzataman. Keyin qayoqqacha yetib olamiz, xo'pmi? Xo'sh, biron narsa topdingmi? Yo'q. Uni tuzata oladimi? Aviatsiya bilimdonisan-u. Men qayerdan bilay? Ushbu film asilmedia.net sayti tomonidan HD formatga o'zgartirildi. Doim haqligim jonga tegdi. Ketdik, tezroq. Jinursan. Deyarli tayyor. Nima bo'ldi ekan? Bilmayman, menga baribir. Yo'q, bilaman. Qachon uchamiz? Qachon tuzatasan? Bu samolyot. Hammasi yaxshimi? Yo'q, 3 daqiqamiz bor. Keyin nima bo'ladi? Ular kelishyapti. Yo'q, ulgurmaymiz. Yaqin qoldi. Bu yerda o'lishni istamayman, azizim. Iltimos, tezroq bo'l. Shundan boshlash kerak edi.
Endi bu kerak emasmi? oltmish soniya. Tayyor turing. O't oldir. Kimdir ibodat qila oladimi? Tangrim, o'zing panohingdasan. Bunda emas. O't oldir. Jim bo'ling, foydasi yo'q. Tezroq bo'la qol. Bo'lsang-chi. Juda sekin. Hozir yetib olishadi. Tezlikni oshir, bo'lmasa tamom bo'lamiz. Harakat qilyapman. Yetib olishyapti. Bittasi tamom. Karbyurator. Qizil tugma. Bos! Bo'ldi. Qutuldik. Yaxshi. 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 Bo'ldi. Joyida. Bazo'r qutuldik. Bilaman. Xudoyim. Qo'lingdan keldi. Ha, barakalla. Barakalla, Ebbi. Barakalla. Nima bo'lyapti? Motor o'chyapti. Nima? Bu nimasi? Nima qilishni Bo'lamiz, bilmayapman. Abigail. Bo'lmasa o'lib ketamiz. Nima? Ana u yoqqa qo'ng. Qo'yib. Qulayapmiz. Mahkam ushlang. Tushunarli. Qo'rqma. Lat yemadingmi? Yo'q. Ko'proq vaqt kerak degandim-ku. Yaxshi, ushladim. Mana shunday. Yaxshi. Ketdik. Yo'q. Dam olib, ovqatlanish kerak. Ahvoling qalay? Bo'pti. Yaxshi. Ketdik. Uchishni yomon ko'raman.
Xo'p, yangi reja. Biz shu yerdamiz. Daryo va koloniya tepalikning narigi tomonida. 2 kunda yetib boramiz. O'q-dori. yetti yuz sakkiz. 708. Mayli. Biroz dam olaylik. Saharda yo'lga chiqamiz. Haliyam mendan jahling chiqyaptimi? Sendan qanday jahlim chiqsin? Xayrli tun, azizam. Tovuq, maza. Kechir, qornim ochdi. Rahmat. Mazali. Shoshma. Mana, minnatdorchilik o'rnida. Bilasanmi, rafiqamni eslatyapsan. Biror gapi bo'lsa, yashira olmasdi. Lablarining chetida mayda ajin paydo bo'lardi. Bilib qoldingmi? Nimani o'ylayotganingni bilaman. Lekin bizga nima kerakligini bilasan. Biz bir-birimizga suyanamiz. Va bu o'zgarmaydi. Sizga yordam bersak ham. U o'ylaganingdan kuchliroq. Ha. Lekin gap bunda emas. Unda nimada? Uni onasini o'ldirdim. Ukasini ham. Unga g'amxo'rlik qilib, aybimni yuvishga harakat qilyapman. Juda achinayapman. Chindan ham. Lekin uni qutqargansan. Shuning o'zi yetarli. Bu dunyoda yetarli. Bilasanmi, boshida bir bolani topib oldik. Jimmy. Uning onasi og'u ta'sirida hatto yovvoyilar burdalaganda ham uyg'onmagan. Uni qutqardik. Yaxshi bola edi. Juda aqlli. Shuningdek, ayyor, shumtaka. Menga quloq solmasdi. Bir kuni yovvoyi barmog'ini tishlab oldi. So'lagi yirik tomirga tushmasa nima bo'lishini bilasan-ku. Asta sekin yovvoyilashadi. U ko'z oldimda o'zgargan
birinchi va oxirgi odam bo'ldi. Shundan keyin hech qachon kutmayman. Keyin Patrik bilan Sara. Ba'zida o'zingni o'ylab qochishga to'g'ri keladi. Jo, Linda. O'shanda birinchi marta odamning boshqalarni himoyalab o'lishini ko'rganman. Jess. Toqati toq bo'lib, arqonni ma'qul ko'rdi. Ba'zan hammasini eslab qolish uchun miyam juda kichkinadek tuyuladi. Ajal. O'lish hech gap emas. Ammo yaqin insoningni yo'qotsang, mana bu azob. Bilasanmi? Ba'zan miyada joy bo'lmagani yaxshi. Ba'zida ularni qo'yib yuborish kerak. Qo'lingdan kelganini qilgansan, Kassi. Bunga ishonchim komil. Uning mustaqil bo'lish vaqti keldi. Uni yaxshi tarbiyalagansan. Unga ishon. U doim yoningda bo'ladi. Ular doim yonimizda. Mayli. Sovg'a uchun rahmat. Endi uxlash kerak. Ertaga og'ir kun bo'ladi. Bular ekilgan. Atrofda odamlar bo'lsa kerak. Senga nima bo'ldi? Ahvoling yaxshimi? Voy xudoyim, yonib ketyapsan. Dam olishim kerak. Qani ko'raychi. Yarangni qayta bog'lash kerak. Bas qil. Yaxshiman. O, kechir. Ovozingni chiqarma, ablah. Qachon aytmoqchi eding? Nimani aytay? Nimani? Seni o'ldirishim kerak. Hozirroq.
Otib tashlamasligim uchun biron sababing bormi? Kassi, bir nima topdik. Ha. Men ham. Ketyapman. O'zing qo'lga ol. Qanday o'lishni istashingni o'ylab ko'r, imkon borda. Kimsiz? Nima istaysiz? Abigail, to'xta. Biz yo'lovchilarmiz. Dam olishimiz kerak. Bu yerda sizga hech narsa yo'q. Abigail, orqaga. Mening ismim Abigail. Homilador ayol ham bor. Bizga yordam kerak. Bo'ldi, to'xtang. Bizga dori-darmon va yegulik kerak. Ma'qul narx aytsangiz, pulni to'laymiz. Mayli, qurollaringni sandiqqa sol. Sen ham. Tekshirishim uchun yaqinroqqa keling. Yo'q. Hammasini. Bu boshqa gap. Rahmat. Yaxshi, endi ichkariga kiravering. Xo'sh. Kamtarona kulbamga xush kelibsiz. O'zingiz tushunasiz. Hozir mehmon kam keladi. Oxirgi marta qachon odamzod kelganini eslolmayman. Elektr toki bormi? Ha, bor. Ko'p emas, lekin tadqiqotlarim uchun yetarli. Olimmisiz? Shunday. Mutaxassisligim bo'yicha muhandisman. Rafiqam bilan tadqiqotlar o'tkazardik. Rafiqangiz? U qayerda? Yaxshiyamki kitoblarim ko'p, uyimda hamma qulayliklarim bor. Geotermal elektr tokim bor, issiq suv ham. Issiq suv? Issiq suvingiz bormi? Barcha kerakli narsalarim bor, azizam. Go'shtdan tashqari. Uni endi yemayman, lekin sabzavot va mevalarni o'zim o'stiraman. Hattoki nonim ham bor mana. Biroz suv qo'shgan-u, lekin ta'mi o'sha. Faqat o'rganib qolmang. Bo'lmasa haydab chiqara olmayman. Xo'sh, nimani kutyapsiz? O'tiring. Kuttirganim uchun uzr. Marhamat. Rahmat. Yoqimli ishtaha. asilmedia.net taqdim etadi.
Salom. Salom. Ahvoling yaxshimi? Ha. Ba'zida o'zimdan qanday qilib chidasam ekan deb so'rayman. Menga qara. Hammasi joyida bo'ladi. Qo'rqib ketyapman. Bu yerga kelganimizdan beri qimirlashini sezmayapman. Ishonaver. Yetib borganimizdan keyin polvonni bag'ringga bosasan Yoki qizaloqni. yoki qizaloqni. Kassi. Menga biror nima bo'lsa, unga qarayman deb va'da ber. Iltimos. Va'da beraman. Rahmat. Ichamizmi do'stlar? Bo'lajak onaga alkogol sizidan. Rahmat. Qolganlarga qo'lbola sharob. Bu yil yaxshi keldi. Natijasi bilan faxrlanaman. Qani sog'lik uchun. Sog'lik uchun. Sog'lik uchun. Sog'lik uchun. Ko'pdan beri shu yerda yashaysizmi? Menmi? 20 yildan oshdi. Ha, avvaliga xotinim bilan, endi esa yolg'iz. Ha. Siz qayerga ketyapsiz? Koloniyaga. Ajoyib fikr. Ha, men ham vaqti bilan ratsiyada gaplashib turaman. Nega siz ham ketmagansiz? Bilimlaringiz u yerda qo'l kelardi. Iliq so'zlaring uchun rahmat azizam, ammo shu yer yaxshiroq. Rostini aytsam, sivilizatsiya botqoqqa g'arq bo'lishidan oldin ham shunday edi. Menga avvalam gavjum shaharlar va shunga o'xshash dabdabalar yoqmasdi. U yerga ishlash uchun borardik, biroq haqiqiy hayot ulardan uzoqda qaynar edi. Ha. Sizni tushunaman. Meni noto'g'ri tushunmang-ku, koloniyaga umuman qarshiligim yo'q. Lekin ishonchim komilki, bu hozirgi kunda juda qulay va shinam joy. Shunchaki eski narsalarga yopishib olishni tushunmayapman-da. Bunday tartibsizliklar avvalam bo'lgan. Kechirasiz? Nima demoqchiligimni tushunib turibsiz? Qanday qilib bunchaga bordik? 7 milliarddan ortiq odam xudbinlarcha bir-biridan o'zishni istardi. Oqibatini o'ylashmasdi. Hatto oziq-ovqat hammaga yetmasdi. Ammo yo'q, yana bittasi va yana boshqasini olish kerak edi. Hech qachon ko'zimiz to'ymaydi. Bu pandemiya bizga kerak edi. Ammo baribir bu dahshat. Lekin muhimi bu emas-ku, azizam. Bu virus uchun yer jannatning o'zginasi bo'ldi. Odamlar uchun esa bu evolyutsiyamizning keyingi bosqichi. Keyingi bosqich? Ko'rmayapsizmi? Kuchlilar omon qoldi. Ha, do'stlarim, faqat kuchlilargina omon qolishi kerak. Bu shafqatsizlik. Gaplarimdan qo'rqmang. Bu shunchaki mening fikrim. Bir zo'ravon dunyo o'rniga boshqasi keladi. Neandertallar Homo sapienslarni yo'qotgan, evolyutsiya o'z yo'lida ketyapti. Buni evolyutsiya bilan qanday taqqoslash mumkin? Hayotga fikrimizning qizig'i yo'q, azizam, ayniqsa bizniki. Tushuning, biz jazoga loyiqmiz. O'zimizni ustun deb o'yladik, o'z nonini yeb bo'lgach boshqalarnikini tortib oladigan yirtqichlar edik. Ha, o'lishimiz aniq edi. Evolyutsiya har doim muvozanatni to'g'rilaydi. Homo sapiens cruentis. Negadir ular tomonidadek ko'rinyapsiz. Men shunchaki realistman, do'stim. Barcha urinishlarimiz zoyi ketdi. Qo'limizdan hech narsa kelmaydi. Bir necha avlod almashib, bularni eslaydigan odamlar bu dunyoda qolmaydi. Sivilizatsiyadan yovvoyi hayotga qaytishga juda oz qoldi. Ha, soatlar, kunlar. Bunda yashagandan ko'ra o'lganim yaxshi. Yo'q, azizam, adashyapsan. Hayot doim o'limdan afzal. Dorilarchi, ular ham yo'qmi? Yo'q, afsuski yo'q. Virus tanangizga kirgan zahoti hammasi tamom bo'ladi, finito. Boshingga o'q uzishi mumkin, lekin nega? Chunki bu hayot emas.
Buni kim biladi? Barcha mavjudot ham omon qolishni istaydi-ku. Juda oddiy. Ahvoling yaxshimi? Ha, yaxshiman. Xavotir olmang. U ozroq dam olsa yaxshi bo'lib qoladi. Holsizlikni ham darhol unutasiz. Va'da beraman. Yana ichishni taklif qilgan bo'lardim, lekin afsuski vaqtimiz oz qoldi. Shunday deb o'ylagandi. Buni nimaligini bilasanmi? Bu itlarni haydovchi moslamaga o'xshaydi. U faqat kasallarga ta'sir qiladi. Bir narsani so'rayman. Sen kimsan? Hoy. Hoy. Qayerdamiz? Bizdan nima istaysan? Radio chastota 18-motivatsion test. 4 ta yo'lovchi ishtirok etadi. 2 erkak va 2 ayol. Ulardan biri homilador. Sinaluvchilarning holati qoniqarli. Oy. Nimalar bo'lyapti? Bizga dori bergan. Iltimos, qo'yib yuboring. Sizga yomonlik qilmadik-ku. Buning ahamiyati yo'q, azizam. Sizdan foydalanib qolmoqchiman. Qanday foydalanasan? Bunday imkoniyatni boy bera olmayman. Xo'sh, buning nimaligini kim biladi? Bu qurilma bemorlar ko'tara olmaydigan chastotali tovush chiqaradi. Yoki muruvvati buralsa, bo'ysundirishga yordam beradi. Menga baland devorlar va qurollar kerak emas. Hech qanday himoya vositasi ham kerak emas. Odamlarni qutqarishingiz mumkin. Nega ularga yordam bermayapsiz? Nega endi? Mening boshqa rejalarim bor. Rostdan aqldan ozibsiz. Nima deb o'ylayotganingni bilaman. Meni yovuz odam deb o'ylayapsan. Ammo men bu yangi dunyoning qiroli bo'laman. İnsoniyat davri o'tdi. Yaramas ablah. Ha, rafiqamni so'ragan edingiz. U bilan tanishishni istaysizmi? Nimalarga qodirligingni bilishni istardim. Ayniqsa seni tishlashgani uchun. Nima? Yo'q. Bunga nima deysan, yaramas. Bo'ldi, ketdik. Abigail, mashina kalitini ol.
To'xta, ahmoq! Yo'q! Qayerga ketyapsan? Bas qil! Biz bilan ketolmaydi, bilasan-ku. Imkonim boricha yordam beray. Nega uni o'ldirmasligim kerak? Chunki bunga vaqt yo'q. Ketishimiz kerak. Nima bo'ldi? Boshlanyapti shekilli. Burnimni sindirding. Senga bu ham kam. Bu hali eng kichkina muammoing. Bola tug'ilyapti. Mahkam ushlang. Ana u yerda chiroq ko'rinyapti. Koloniya. Mashinadan tushing. O'qim qolmadi. Ketavering, ularni ushlab turaman. Yo'q. Yo'q. Doim yoningda bo'laman. O'g'limga yaxshi ko'rishimni aytib qo'y. Tezroq. Hey, Keting, keting. ortda qolma. Uyg'on. Hoy! Hoy! Yordam bering! Yordam berish kerak. Shoshma. Kutib turamiz. Hoy! Yordam bering!
Tinchlan, hammasi yaxshi bo'ladi. Hammasi yaxshi bo'ladi. Nafas ol, nafas ol. Unga tinchlik kerak. Chiqing. Yaxshiyam kelibsiz. Tishlab olishmadimi? Yo'q. Yaxshi. Baribir tekshirib ko'ramiz. Bemalol. Hammasini otdingizmi? Albatta. Xavotir olmang. Xavfsizlikdasiz. Qirol bandargohiga xush kelibsiz. Qirol bandargohi. Qanday bema'nilik. Ulardan ko'z uzma. Xo'p, xo'jayin. Bajaraman. Ko'rdingmi, do'stim? Yashash baribir yaxshi. To'xta. Qimirlama. Men Jorjman, koloniya boshlig'i. Kelganingizdan juda xursandmiz. Telba olim bilan bizdan boshqa hech kim qolmagan deb o'ylagandik. Xayrliksiz? Ayol. Megan. Uzoq koloniyadan. Biz esa sayyohlarmiz. Tushunarli. O'tmishni endi o'ylamang. Ba'zilar ularga kasallik yuqtirishingiz yo uxlaganda bo'g'izlab qo'yishingizdan qo'rqishyapti. Ammo bunday bo'lmaydi, to'g'rimi? Ha. Albatta bo'lmaydi. O'g'irlaydigan narsa ham yo'q. Eshitishimcha sog'lom ekansiz. Shaxsan bundan juda xursandman. Yordamchi kuch zarar qilmaydi. Endi esa dam oling. Yo'lda charchagandirsiz. Qayoqqa? Yolg'iz qolmoqchiman. Hoy. Uzoqqa ketma. Tongda yo'lga chiqamiz. Ketkim kelmasa-chi? Hammasi shunday boshlanadi. Avvaliga hammasi yoqib qoladi, hammasi yaxshi. Keyin ular ham oddiy odam ekani ma'lum bo'ladi. Erkaklar qanday qaraganini ko'rgandirsan. Qo'ysangizchi. O'zimni himoya qila olaman. Baribir qolmaymiz. Bo'ldi, gap tamom. Tushundingmi? Tamom. Siz otam emassiz. Buyruq bermang. Istasam qolaman. Voy, to'xta. Shu 2 kun ichida seni deb necha marta o'lishimizga oz qoldi. Gapga quloq solmaganing uchun aytdim-ku. Yolg'iz bo'lganimiz yaxshi. Sizga yaxshi. Sizga. Menga esa yo'q. Bolaning ahvoli yaxshi. Lekin ayol uzoqqa bormaydi. 1-2 soat umri qolgan. Sen bilan gaplashmoqchi. Salom. O'zbek tilidagi tarjima filmlarini tomosha qilmoqchimisiz?
unda asilmedia.net saytiga tashrif buyuring. Unga bir qara. Juda chiroyli. Salom. Xo'p, U bizga umid berdi. U ko'z oldimda ulg'ayadi. Irodali qiz bo'ladi. Agar ulgurmasam, uni senga topshiraman. Ey singari o'stirasan. men Iltimos. Bilaman, va'dangda turib, uni xavfsiz joyga olib kelding. Bu va'dangni ham bajarasan. Va'da ber. Unga oyoqda mahkam turishni o'rgatasan. Iltimos. va'da beraman. Hamdardman. Mumkinmi? Albatta, albatta. Uni tezda qaytaraman. Xo'pmi? Qadimgi usulda o'ch olishga nima deysiz? Boshladik. Yoqdimi? Yur. Senga zo'r narsa ko'rsataman. Aqldan ozasan. Check it out now. Gonna make all the men bow, yeah, don't you know it? Shake it up, shake it.
Bu yaxshi fikr emas. Nega? Nima bu? Bu bizni kichik qo'riqchimiz. B rejasi degandek. Butun kema minalashtirilgan. Har ehtimolga qarshi yovvoyilar kelsa, Unda hamma o'ladi-ku. shart emas. Nima bu? Qadimda bu yerda ulkan to'g'on qurishgan va daryo ostidan tunnel qazishgan. To'g'on qurilmagan, ammo tunnel qolgan. Uni shahar bilan bog'ladik. Bog'ladik. U qo'riqlanadimi? Bu xavfsizmi? Albatta. Narigi tomoni yopib qo'yilgan. Agar hujum qilishsa, qocha olamiz. Qoyil. Ha, shunaqa. Xo'sh. Dadang bilan bu yerda qolasanmi? Bilmayman. U dadam emas. Yo'q. Senga juda mehribondek ko'rindi-ku. Bu yerda undaylar yo'q. Xayrli tong, do'stim. Ovingiz baroridan kelsin. Ularni ushlab turish kerak. Shoshma, kech bo'ldi. Odamlarni tunnelga olib tush. Bir rejangizni ko'ramiz. Yuqoriga chiqing. Ularni pana qiling. Senchi? Kassini topishim kerak. Yo'l bering, yo'l bering. Yo'l bering. Hey, men bilan kelgan qizni ko'rmadingmi? Yo'q, uni menga bering. Uni ehtiyot qil. Xo'p, va'da beraman. Yo'l bering. Yo'l bering. O'qim tugadi. Jurnurson, menda ham. Ularni to'xtata olmaymiz. Tezroq qoching. Hamma tunnelga. Bunkerga boring. Qayerdasan, qariya? Bu yerdan ketamiz. Rahmat. Tezroq.
Ketish kerak. Hozir hammasi osmonga uchadi. Senga nima kerak o'zi? Nega taqdirga tan bera olmaysiz, a? Noilojlik esa xavfli. Tez orada birga bo'lamiz. Tinchroq dunyoda. Yo'q, yo'q, yo'q. Xo'sh, tayyormisan? Yo'q. Yo'q. Bo'lishi mumkin emas. Yo'q. Yo'q, 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 yo'q. Yo'q, 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 yo'q. Yaqinlashma, yo'q. Jinursan evolyutsiyani. Bo'la qol. Bo'lsin-chi. Qani bo'l. Abigail. Abigail, tezroq ketish kerak. Tursanchi. Tezroq, Abigail. Tezroq, tezroq. Hali erta. Bi chiqmadi. Bu yoqqa. 5 4 Portla, cho'zma. Xudoga shukr. Nima? Arzimas jarohat. Yaxshi. Tinchlan. Xo'pmi? Qimirlama. Xayolingga ham kelmasin. Yaxshi, qimirlama. Bo'pti, qara. Qurolingni tushir. Qiliching. Qurolingni tushir. Ahvolim yaxshi. Mayli, mayli, yaxshi.
Film asilmedia.net saytidan yuklab olindi. Endi nima qilamiz? Bizni yangi uy kutyapti.